Xitoyda o'qish tugatgan bolam rektasini bir ko'rishim kerak, gaplashib ko'rishim kerak deb o'zim niyat qilib yurgandim. Ishonasizlarmi yo'q, o'z oyog'i bilan o'zim o'yimga kelib, "Aka, men xitoychani o'zbekchada yaxshi bilaman. Men Xitoyda o'qiganman. Xitoylik partnyorim bo'lman, bu yerda zavod quryapman" deb o'zi kelib, o'z og'zi bilan o'yimda aytdi. Bitta mashina hangar sizlarda, arendada. Qancha arendasi? 750 ming. Nechta sotrudnik ishlaydi? 8 ta. Hozircha 8 ta. Siz bilan? Biz bilan ofisdagi bilan 12 ta. Bitta ishchiga где-то 1 yilga 1,5 million tratишь. 4 millionlar. Çok интересно вам. 120 million, 8 ta сотрудник. İchkarini ko'ramiz, keyin уже qolgan hammasini o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Payjon ichkari. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan ham ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Anchadan bir video chiqarganim yo'q edim. Qisqasi, konkretni mavzu bo'lmasa, video chiqishdan to'liq yo'q. Biz har xil hype temalarni olib video qilmaymiz. Biz uchun video qilish uchun o'sha mavzu mahkam bo'lishi kerak. O'sha mavzuni biz o'zimiz yashab o'tgan bo'lishimiz kerak. O'sha mavzuda haqqoniy bir mahkam, tvorda qo'lga ushlaydigan, ko'z bilan ko'radigan oxirida natijasi bo'lishi kerak. O'shandagina men kamerani olib borib video qilishni afzal ko'raman. Men uchun video qilish, YouTube kanal yuritish bu birov reklama qilish emas yoki o'zim reklama qilish emas. Men uchun bu albomda har bitta bo'lgan ishlar, bo'lgan voqealar, bo'lgan insonlar bilan yashab o'tilgan vaqtlarni eslash uchun olib borilayotgan videolar. Videoni tagida o'qisangiz, kanal kimlar uchun? Uyim joyim, biznes, hayot, o'zgarish, rivojlanish, ota-onani xizmatini qilish degan bolalar uchun. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, mana hozirgi kunda bitta juda ham krutoy mavzu chiqib qoldi. Shu mavzuda video qilishga qaror qildim sizlarga. To'ka sizlarga o'zim uchun ham yillar vaqt o'tgandan keyin o'sha videolarni ko'rib, mazza qilib, zavqlanish uchun bu videolarni olaman. Hozirgi kunda Rossiyada bo'layotgan ishlardan ko'plaring xabarlaring bor. Ko'plar o'zini Xitoyga o'rgan hozir. Ko'plar o'zini Yevropaga o'rgan. Ko'plar oldi-sotdi, biznes yoki balo-batar boshqa narsalarga o'rib, Rossiyaga kelish kundan kunga qiyinlashyapti. Bu yerga kelgan odamlarda yashash ham o'z-o'zidan qiyinlashyapti. Chunki dokumentatsiya, har xil muammolar ko'p. Xitoy masalasi bizda kundan kunga dolzarb bo'lib boryapti, потому что biz Rossiyaga o'qishga, olib kirishga yordam bergan, Rossiyaga student bo'lishga yordam bergan bolalarning ko'pi Xitoyga qarab ketyapti. Mani kompaniyalarimdan biri universitetga bolalarni o'qishga joylash bilan shug'ullanadi. Bu haqida ko'plaring bilasizlar. Учебный центр App. O'sha учебный центр App 80% bolasi hozir Xitoyga ketyapti. Учебный центр App ko'plarga уже Xitoyga o'qishga kirishga yordam beryapti. Xitoyga o'qishga kirish bir chekkada tursin. Xitoyga o'qib chiqqandan keyin kim bo'ladi? Balamni shuncha pulga jo'nataman Xitoyga. U boshqa davlatda 5-6 yil yuradi. U yerdan qanaqa odam bo'lib keladi degan savol ko'p ota-onalarni qiynaydi. Bolalarni o'zi ham u yerdan kelib nima ish qilaman, kimlar bilan ishlayman, qanaqa biznes qila olaman, foydasi nima Xitoyda o'qishi degan savollar javobi bor bugun. Mana shu videoda topasizlar. Men o'zim o'tirib niyat qilgandimki, xudo, Rossiya yopildi, Rossiyaga yashash kelish qiyin. Endi hamma Xitoyga ketyapti. Qaniydi shu bir Xitoyda o'qigan, Xitoyda yaxshi bitira olgan, o'qigan ilmini, o'rgangan tilini odamlar bilan gaplashib, shu narsani konkretna biznes proyektlarga aylantira oladigan bir bola bilan suhbat qilsam qaniydi degan niyat bor edi. Katta rahmat Mashhur akamga, katta rahmat Ixtiyor akamga. Akalar, спасибо вам большое. Именно shu ikkita akam tufayli meni o'zimni o'yimga, o'z oyog'i bilan O'zbekistonlik Xitoyda o'qib, tugatib, xitoychani juda ham mukammal o'rganib, xitoyliklar bilan partnyor bo'lib, Moskvada zavod ochgan bolani intervyusi bo'ladi bugun. Bu intervyuda million dollarlar haqida gap bo'lmaydi. Bu intervyuda juda krutoy narsalarni obsujat qilinmaydi. Bu intervyuda oddiy student bola qanday qilib shu darajada erishgani, nimalarga qanaqa qiyinchiliklarga uchragani, kelajakdagi niyatlari qanaqa, ana shu haqida bo'ladi.
zavodini ham ko'rsataman, yashaydigan uyini ham ko'rsataman, hammasini ko'rsataman. Так что, videoni oxirigacha ko'ramiz. Sizlardan bitta like. Biz videoni boshladik. Poyahili. Xitoy universitetlariga kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlar. 2026-yil Apsentrdan 10 ta 12 ta bola Xitoyga o'qishga ketadi. Sababi biz bugungi Moskovskiy ko'rgazmada, Moskovskiy выставкада 4 ta 5 ta sharti, narxi, fakultetlari va imенно sharoiti to'g'ri keladigan universitetlarni tanladik. Xitoy men точно aytaman, bilmayman poka. Bu yerda qanaqa ahvol hozir xabarim yo'q, lekin kelasi 26-yil o'zim 10 ta 12 ta bolani olib borib joylashtirib kelaman. Xitoyga kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, meni o'zimga lichniga konsultatsiyaga yozilinglar. Telefonlarni bilasizlar, adreslarni bilasizlar, qanaqa dokumentlar kerakligini ham o'zi bilasizlar. Rossiyan universitetiga kerak dokument o'sha Xitoyga kerak. O'sha ofisda ko'rishguncha. Короче, biz тогда boshladik. Kirib hozir производствоni ko'rib chiqamiz. Alisher расскажет нам, покажет. Biz hozir qayerda turibmiz? Раменскda. Moskvadan, короче, где-то bir 40 kilometr yurdim Mukatdan bu yoqqa qarab. Ramensk, Жуковский аэропорт где-то 10 kilometrов, 10 kilometr atrofida Жуковский aeroport. Alisher bizga hozir производствоni ko'rsatasiz. Bitta mashina hangar sizlarda. Arendada. Qancha arendasi? 750 ming. Nechta сотрудник ishlaydi? 8 ta. Hozircha 8 ta. Siz bilan? Biz bilan ofisdagi bilan 12 ta. Xitoyliklarchi? Xitoylar bilan men. Xitoylar 3 ta. 3 ta odam. Ular ham smenda bo'lib ishlaydi. Не работа каждый день. Серьезно? Xitoyliklar qattiq ishlaydimi? Xitoylik qattiq ishlaydimi, o'zbekmi? Xitoyliklar. Серьезно? Chidolmayapti. Dam olyapti. Ertaga chiqmaymiz, bu kun chiqmaymiz. Xitoylarda yo'q-da. Oylik bo'lish kamroqdir. O'zbeklar ham agar pul qattiq bo'lsa, ertaga kech ishlashga tayyor. Xitoylarda oylik kam. Men ukalardan qaraganda. Bu xitoyliklarni sizlar kontrakt bo'yicha olib kelganmi? Ularga viza qilgansizlar. Да. Трудовой. Нет. Yo patentmi? Yo, оно бизнес. Бизнес-виза пока не тут. Сейчас сделаем визу. Qimmatmi xitoyliklarga viza ham biznikilarga qaraganda? Dokument, собирай документ qimmatroq. Tak qimmat emas. Yashash joyi qayerda? Сотрудниклар qayerda yashashadi? Shu Молодежный 18da yaqinda yashaydi. Uni ham sizlar turlaysizlar. Unga ham to'g'ri. Ishchilarga kvartira ham turlab berasizlar. Patent ham turlab berasizlar. Patent ham to'g'ri. То есть oylik kvartira, patent bitta ishchi qanchaga tushyapti o'zi? Это 120, 130 тысяч. 120-130 mingga. Bitta ishchiga где-то 1 yilga 1,5 million tratish. 4 million, да. 8 ta ishchiga qancha bo'lyapti? 1,5 на 8. 8. Qancha bo'lyapti? 12 millionов. 12 millionов. 12 million. Ну вот. А завод qanchaga tushdi? Завод плюс-минус со всеми расходами мелкими где-то около 120 миллионов. 120 millionов. Endi unga первый-последний месяц аренда bergansizlar. Оборудование, сырье, закуп, siryo, отход. отход. Отход ham ko'p chiqdi. 170 ton. Dokumentatsiya qiyinmi zavodga? Yo'q, qiyin emas. Sertifikat. Всё. O'shani ham sotib oldik. Sertifikat. Ничего, интересно вам? 120 million, 8 ta сотрудник. Годовой оборотlarni пока не скажем, потому что bular hali 1 yil ishlagan yo'q. Ishlagan bo'lsa где-то avgustdan buyog'iga ishlashyapti. Ichkarini ko'ramiz, keyin уже qolgan hammasini o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Payjon ichkariga. Kiramiz. Mana bu yerda.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ko'plaringning xabarlaring bor. Bizning ofisimiz o'zgargandan tashqari yana bitta muhim yangilik biz Apcenter tomonidan sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu Rossiya universitetlaridan tashqari Xitoy universitetlariga ham bolalarni qabul qilishni boshladik. Xabarlaring bor, biz Rossiyada уже 7 yildan beri xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Hozir mana Tojikistonning juda ham ko'p частный pullik maktablarini, davlat maktablarini, har xil kollejlarini aylanib chiqib, tushunib yetdikki, что Rossiyadan ko'ra Xitoyga sпрос ko'proq. Rossiyadan ko'ra Xitoyga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz, Xitoy universitetlarida o'qimoqchi bo'lgan ukalarimiz juda ham ko'p. Sizlarga taklifim, agar kim Xitoy universitetiga kirmoqchi bo'lsa, ushbu videoning tagida Xitoy so'zini yozib qoldirasiz yoki bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etasiz. Tez kunlarda Xitoy universitetlari, fakultetlari, narxi, shartlari, dokumentlar va shu haqida webinar bo'ladi. Ya'niki onlayn translyatsiya bo'ladi. Shunda hammasini aytib o'taman. Вот hozirgi партнеринgiz bilan как ты познакомился? В Китае познакомился. А в Китае сколько лет жил? 5,5 лет. Ты диплом уж получил китайский? Да. А факультет у тебя какой Китай? Нефтяной инженер. Нефтяной инженер производит наполнители для животных. Как это мэчится? И там химия, и тут химия? Нет, никак. Просто вот я у этого китайца закупал оборудование. Оборудование? Оборудование в Кипр. Которые сейчас производят такие вещи? Да, вот такие оборудования, да, наподобие такие. И А сколько стоило это оборудование? Мы купили у него большой 10-тонный за 670 тысяч долларов. 670 тысяч долларов. Ты для кого ты же это покупал? Да, Ты да. посредником выступал? Посредником выступал. В Китае, когда учился, чему ты научился, Альшер? В Китае, когда учился? Кроме как китайского языка. Много чему. Бизнес, как строится, как людей искать, как с людьми выстраивать отношения. Нетворкинг. Да. Много ходил, участвовал на выставках, мероприятиях разных, которые не слышал, не знал. Водку тоже пить Китай научился у китайцев? Да. Да? Да. Вот эти тоже вещи, да, Чай расскажи. пить, да, Чай сигарет, пить, как водку, правильно давать сигареты. сигареты, деньги, большие деньги, производители. Все в Китае научился. А тебя кинули хоть раз в Китай? Кидали? Китайцы сами кинули 2 раза. Третий на мелкую сумму, 2 раза большой был. А как ты вытаскивал себя после таких моментов? Как это? Стресс, спортзал. Спортзал меня спасал 2 часа. Когда в зал ходил, про все забывал. Хорошая, полезная вещь. В зал ходить. И старался, не сдавался. Были некоторые моменты, хотел плохими вещами. До кошачьих наполнителей. Тебе сейчас 25 лет. Да. По сути, парень, который уже закончил школу, уехал в Китай, 5,5 лет в Китае побыл, там с 20 до 25 лет. И в этом году ты летом уже в Москве. В прошлом году летом. В прошлом году летом в Москве, да, прошу прощения. И вот за год ты поставил производство на $1,5 миллиона. Почти 2 миллиона, да? Сейчас у тебя производство. Кажется, то, что вот сейчас народ увидел, кажется, что производство bitta ангар ichida taqir-tuqir nimadir ishlayotibdi. Но по факту $1,5 миллион kerak edi shu narsa shaharga kelib tushishiga. Да. To'g'rimi? Да. Mana shu 5 yil Kitayga borishingiz va Moskvaga kelishingizgacha, naполнитель zavod ochganingizgacha oradagi proyektlar qanaqa proyektlar? Орадagi проектlar qarang. Первый год, когда приехал в Китай, ничем не занимался. Потом меня зять попросил съездить в Шэньчжэнь, город Шэньчжэнь, электронику, проверить ноутбук, компьютер закупает. Так как по WhatsApp нельзя было говорить криптовалюты, все это, я приехал в один склад к китайцу, меня встретили, и там я увидел оборудование, ASIC майнер. Я ногой пнул его, и китаец поднял, говорит, это $1400 стоит. Я говорю, что это такое? Он говорит, криптовалюта, биткоин делает. Я говорю, что это такое? Никогда не слышал. Начал изучать, и я ему попросил и сказал, дай мне неделю, я тебе найду клиента. И за 3 дня я нашел клиента американца, Скотт. И оттуда пошло-поехал, начал в криптовалюте работать, майнинги покупать, продавать по всей Китаю, американцам, европейцам. В Казахстан продавали очень много, в Казахстан. Вот, и потихоньку в эту сферу начал работать. 2,5 года работал. Перепродажа майнеров 2,5 года? Да. Помимо этого еще Кипр, говоришь, закупал вот оборудование, да. Ага. А да. что за оборудование было? Оборудование по производству пилет.
Пеллет это который как уголь сжигает их. Пеллеты говорятся. Его из древесный отход опилок делается. Его делают в Кипере, там же остров, они его жгут. То есть, получается, у твоего китайца, партнера, пилет, кошачьи наполнители, корма для животных. Да. Производствосының технологиясы примерно бір xil. Да. Shu bir nimalarni aralashtirib, presslab, chiqarib beradi. Shunaqami? Для птиц, да, для живот, для рыб, для всего есть оборудование. А какое состояние у этого твоего партнера? Так, состояние в юанях это 12 и 120 миллионов, 120 миллиардов на российский рубль. 120 миллиардов оборотов годовой. У него? У него. Чисто оборудование? Чисто на оборудование. У него есть еще... А зачем ему такой маленький заводик в Московской области? Ниша растет. Вот почему вот у него 6 заводов. У него также завод есть в Филиппинах, также есть завод во Вьетнаме есть, в Таиланде есть завод. O'sha zavodlarni birontasiga borganmisiz? Нет, не ездил. В Филиппинах я участвовал, видел этот процесс, как они делали это все онлайн. Он планирует также выходить на СНГ. Мы же планировали вначале поехать в Узбекистан, сделать рыбный корм. Вот, Siz ideyalarni aytib qo'ymaydi или скажи, если есть ребята, там у кого там 400-500 тысяч долларов. Да, у кого есть деньги, можно вместе поработать. Есть оборудование, есть ниша. Вот. Четкий joylar bor. Oladigan katta ob'em. Endi bizda 400 ming, 500 ming dollar bor odam borku. Eski choponni kiyib, o'zini jinni kuylikka solib, choyxonaga chiqib, choy ichib yotadi-da. Не, уже было, да, что пуль Bizda uncha вот ты, я, bizning поколение borku. Вот те, кто, допустим, грубо говоря, под 2000 года родились. Вот hozir 30 yoshga yetib kelganlar. Ularda boshqa appetit, boshqa dunyoqarash. Да. Biz думаем о мире, butun dunyo, 3-4 mintaqada проект запускать, 3-4 davlatda yashash, перелеты, там офис, тут жилье, там отдых, там Новый год. То есть постоянно almashib yuramiz. Shahardan shahar, davlatdan davlatga. А те поколения, которые чуть раньше нас, bizdan kattalar, ular shu 50-60-70 million rublni qamasa, oddiy misol там 500 ming, 600 ming dollar qamasa, ular уже eski choponni kiyadi sirasi. Ну да, они уже... Ikki marta hajga borib keladi, yig'ishtiradi уже hammasini. Ular уже risk emas. Да, они, мне кажется, неинтересно ularga, da. Ko'plarini ko'rdik. Mana yaqinda ham Tojikistonda bo'ldik, Qozog'istonda bo'ldik, katta-katta tog'lar bilan o'tirdik, katta-katta okeanlarni oldiga kirdik. Davlat bormi? Bor. Resurs bormi? Bor. Связь bormi? Блядь, hamma joyda связи bor. Но уже неинтересно. Или же, может, biz o'sha temaga gaplashmaganimizga. Но опять же, o'zbekchalab aytaman, agar O'zbekistondan bizni ko'rib, meni endi auditoriyam asosan shu Rossiyada yer, uy-joy, sklad qilaman degan odamlarda. И плюс bir tarafida student bolalar. Студент, который хочет тоже... Да, то есть у меня aqlli odamlar, o'qiyman, образование deganlar. Ikkinchisi, так как man kanalda часто про дома, про участки показываю, рассказываю, bu Rossiyada uy-joy qilaman deganlar. Tushunyapsiz, да? То есть и та, и другая аудитория у меня классная. Я очень ценю, потому что через YouTube, через Instagram judayam aqlli odamlar bilan, zo'r odamlar bilan ko'p tanishganman. O'sha insonlarga agar O'zbekistonda nima ish qilaman deb o'ylab yurgan bo'lsanglar, Alisher Instagramini, telefonlarini, Telegramini videoni tagida описаниеda qoldirib qo'yamiz. Выйдите на связь, Raminskdagi производствосini kelib ko'ringlar. Bu bola bu boshlanishi holi, 25 yosh. Bu bola O'zbekistonga kiradi, Qozog'istonga kiradi. Обязательно hech nima qilmasa ham 2-3 ta оборудование sotadi. Я 100% в этом уверен. Выйдите на связь, поговорите, посоветуйтесь. Я 100% уверен, Alisher sizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Вернемся boyagi состоянию к твоему партнеру. 120 milliardов состоянияsi bor odam. 25 yoshli bolaga доверие qilib shuncha katta narsani под твою ответственность qurib qo'yishi, каково это, каким надо быть, как надо разговаривать вообще с такими людьми? Брат, секрет не знаю, как разговаривать, но вот как мы с ним договаривались в Китае, вот, у него еще же есть отели в Пекине, в Шанхае. У него еще 12 отелей своих есть, собственно, отель. Отель бар, у него алюминий-завод есть, алюминий перерабатывать, алюминий-завод есть. Вот эти банки вот собирают же, вот эти пепси-кола, вот, энергетика. Он его перерабатывает, алюминий делает. Вот. У него сын моего возраста, младше меня на 2 года.
Я ему тоже задал вопрос, у тебя столько денег, ты это с собой не заберешь. Зачем тебе это нужно? Он говорит, хобби, говорит, я, говорит, из бедной семьи вырос, говорит, и я не могу, говорит, не зарабатывать. Вот. Он говорит, я, говорит, привык зарабатывать, и я люблю, говорит, участвовать во всем. У него в Африке есть. В Африке нечто birikta uchta davlatda uni ko'rimlari ham bor da u yerda. В Африку летает часто тоже. Вот qanday gaplashish kerak? Shuncha milliarder odammi, qanday доверияsiga kirsa bo'ladi? Ты закончил учебу или просто tilni bilgan odam kerakmi bu odamga? Qarang, aka, у него как было? Bu Xitoy oldiga birinchi marta borganda оборудование olishga. Bu Xitoy so'radi, "Qayerdansan?" "O'zbekistonlikman" dedim. "Ha, O'zbekiston qayerdan?" "Toshkentdaman." "Ha", deyapti. Mana Toshkentimda bitta klient bor edi. U mendan оборудование sotib olmoqchi edi. Unda fermasi bor-da, mol boqadi, mol buqalar boqadi. U o'ziga yem qiladigan оборудование qidirgan ekan. Keyin 2019-yil bo'lganda, u yerda keyin yo'q bo'lib ketibdi. Katta оборудование proyekt bor edi, bizga gaplashdik, keldi. Kontrakt tuzdik, pul kelmadi. Shu odam yo'q bo'lib ketibdi. Shu meni topib bersang dedi. Men aytdim, "Xo'p, aytingchi nomini." Aytdi. Keyin chiqdim, xotini ekan. Odam vafot etdi-da, koronavirusdan bir odam o'tdi. Xotinni hozir bo'yadini ishlayapti. Xotindan so'rasam, olasizmi yo'qmi? Eriz olgan ekan, kontrakt tuzgan ekan, yo'q deyapti, qilmayman deyapti. Bizda hozir shuncha pul yo'q deyapti, qilmaymiz. O'shaning uchun hop dedi. Keyin menga aytdi, "Qachon bitiryapsan?" O'sha payt men aytdim, 2 yildan keyin bitiryapman. 1,5 yildan keyin bitiryapman. U bitirganingda biz O'zbekistonga boraylik deyapti. Bir o'rganib, o'tga yem qo'yadi, yem chiqaradigan mol, qo'ylarga yem chiqaradigan оборудование olib borib ishlab chiqaraylik deyapti. Xitoyda bitta правительственный kompaniya bor, eksport import qiladigan. Men o'sha xo'jayinlari bilan zo'rman aloqa. Ular meni o'tga taklif qilishgan. "Sen qachon bitiryapsan?" "Shu paytda bitiraman, 2024da bitiraman." Ular bilan shartnoma tuzib, ularda ishlash, как ishchi, отдел zakup, продажа bilan ishlashim kerak edi. Chotki maosh beryapti, uy olib beryapti, kvartira olib beryapti, yashash joyiga, hamma narsa chotki. Bu 1-iyulda ketishim kerak edi o'sha shaharga. Bilet olib qo'yilgan. 24-iyunda mana shu Xitoy qilyapti menga. "Qayerdasan?" deyapti. "Shu yerdaman." "Bitirdingmi?" deyapti. "Kel yonimga" deyapti. Yaqinda bizda где-то 400 kilometr. Xitoyda скоростной poyezd bor, 2 soatda yetib boramiz. 1,5 soatda yetib bordim. Bordim, sho'pirlari kelib uchradi, meni olib bordi. Bitta chotki joyga dachalari bor edi. O'tirib yedik, 4,5 soat o'tirib gaplashdik. Kelishdik, protsent hamma narsa kelishdik. O'zbekiston 4,5 soat nimani gaplashdinglar? Shu hamma narsani 4,5 soat mendan so'radi. Shu yil ichida nima ish qilganman? Katta pul ko'rganmanmi, yo'qmi? Katta akalar bilan o'tirganmanmi, yo'qmi? Сидел с большими людьми, да, где в Шанхае, Гуанчжоу, шунаqa. И так получилось, у нас вышел один общий знакомый в Шанхае. У Шанхай bu odam taniydi. U odam meni приглашал, кушали вместе. Uni zo'r telefon qildi, yonida o'tirib telefon qildi, so'radi. On ishonmaganda, to'g'risi men shu odamni taniyman. Telefon qildi, "Ha", deyapti, "Bu bolam O'zbekistonni chin yo'ldan taniyman" dedi. "Zo'r bola" deyapti. Xitoy tili zo'r, hamma narsa zo'r, chiroyli bola. Bo'ldi dedi, "Xo'p" dedi, o'chirdim. Keyin ishlaymiz dedi. "Qancha kerak foiz?" dedi. "Men 20%." Yo'q deyapti. U yoq bu yoq gaplashdik, 15% ga kelishdik. Keyin hozir 10% nimaga desangiz, chunki katta pul sarflayapmiz. O'zimniki pulni ham tiqdim, u ham o'zini pulini ham tiqdi, ko'p pul tiqdi. O'shaning uchun bizda hozir menda hozir 10%. Shu naполнительga kelganida qanday aytay men sizga? Sizlar O'zbekistonga kirmoqchi edilaring-ku boshida. Ha, qarang. Как вы в России оказались? Вот bir kun men o'tiribman, kech payt Reels, Instagramda Reels qarab o'tiribman, naполнитель chiqdi. Кошачий наполнить тофу. Nima u ekan? Zo'r deyapti-da, отзывlari zo'r. Что это такое, говорю. Shunda Moskvada bizda bitta tanishimiz bor edi, tamojenada ishlaydi. Shunda tasham, что такое наполнить? Tekshirib beringchi, qancha kiryapti Xitoydan. Bir qarasa, hisoblasak, где-то 80% Xitoydan kelyapti-da bu tovar. Keyin bu Xitoyga jo'natdim bu videoni. Shunaqa narsa qila olasanmi? Chunki bu оборудование granula bir xil, retsepturasi boshqacha-da uni. Unaqa qilib bera olasanmi desam, "Ha" deydi, "Qilib bera olaman" deydi. Menda juda ko'p Xitoylar mana shu оборудование oladi, shu Xitoydan chiqaradi-da buni. Ular o'ta qiladi, Xitoyda Rossiyaga jo'natadi. U qayerga kerak dedi, men Rossiyaga, "Voy, ketdik Rossiyaga" deyapti. U 25-da ketdi Rossiyaga deyapti. "Bo'ldi, ketdi" dedim.
u yoq bu yoq qildik, avgustda keldik. Bir oydan keyin начало avgustda biz ham Rossiyaga keldik, просто ko'rishga. Bir haftaga keldikda biz bilet oldik tуда обратно. Bir haftaga bir ko'raylik rынокda nima bo'lyapti ekan. O'sha partnyoringizni surati, ko'rinishi bormi, qanday bo'ldi? Сколько ему lет? 50lardan o'tganda. Rasm yo'q, keyinroq ko'rsatamiz sizga. Naydi u 76-yilgi. Ha. Слушай, не взрослый. 76 non ko'rinishi bir 60-65 berasizda. Yo'q. Ko'p sigaret chekadi, ko'p stressda yuradi, ko'p o'ylaydi, kuniga 2-3 ta pochka chekadi. U turib men bilan gaplashish har kuni bu yerda. Bir kechasiga 1,5-2 pochka chekamizda biz. Bitta chekadi u. Stressni sнимает и ideya, maniki ideyani aytadi, o'ziniki ideyani aytadi menga. Qanday qilaylik, nima qilaylik, kimga beraylik. O'ti keldi bu yoqqa. Bir qaray zo'r ekan. Bir hisoblasak, namcha qimmat. Magazinlarda yurdi biza. 5 kiloni 1,5 ming rubl sotyapti. 5 kiloni 1,5 ming rubldan sotyapti. U 200 с чем-то рублей-da. Bitta 1 kilo. Biza hisoblasak, u на то время мы считали o'sha payt plus-minus расход себестоимость 20-25 ming da tonna. U hozir просто ko'tarildi, chunki rossiyskiy sirop bo'lmaydi-da. Xitoydan 50% sirop olib kiryapmiz. За счет этого себестоимость ko'tarildi. Bo'ldi, shuni bosdik. Keyin u ketdi, men qoldim, u yerda sen qol. Izучать qilgan. Zavodda joy tanladi. Firma ochildi, firmaga kirdi u 90% bilan. 100%. U menda Xitoyda bitta кошачий наполнитель производствоdan o'tda menga 10% yozdi. O'sha payt men u bilan yozdim. Shu yerda hali yozish не переписали тут еще. Тут в России. Мы там подписали уже это все. Когда перед приездом kelishdan oldin men u yoqdan uni oilasiga уже kirdim u yoqdan. Только в китайский. Не тут bo'lganda men qayerdan bilaman? Bu yerda tashlasam meni foydasachi. Bu yerda hozir bu zavod hali pribelga chiqqani yo'q yoki там самоокупаемость ishlayapti hozirda. Да. Завод. Bu прибыль kutmasdan уже yaqdan тебе прямую платит 10%. Shunday bo'lyaptimi? Не, 10% aksiya menda, lekin не платит. Когда будет тут настроиться, вот четко chiqib qolsa, себестоимость вложения biza olib chiqishimiz kerak. В первую очередь. Вложение olib chiqilganidan keyin meniki вложение, uniki вложение. Как мы вытаскиваем вложение, оттуда идет прибыль считается. Все чистый доход, hammasi bo'linadi. Вот там уже мы сюда переписываем свою долю себе. То есть пока вы сейчас не зарабатываете, а ты на что живешь тогда, получается? Или ты как сотрудник зарплату получаешь в этой компании? Нет, зарплаты не получаю, но у меня есть, типа как зарплата, да. Как зарплата. Nechunchi odamga oylik yoziladi, sizga ham oylik yoziladi endi, чтобы ты хату снимал там. Menga oylik yozilmayapti, неофициально, но menga pul tashlamayapti Xitoydan. Yuan tashlamayapti, men uni расход, men kvartira, yeb ichishga, короче, menga hozir 370 ming tashlalyapti. Расход-pasxodlarga. Hozirgi mashina turishida zavodni sotib olsangiz qanchaga sotib olasiz? Shundaymi? Mana shu mashinada mashincha сотрудник bilan bo'yayotganingizda 8 ta сотрудник где-то 180-160 million ketsa kerak. То есть 2 million dollar ketadi. Ketadi, xudo xohlasa. Shundan qanchasi sizniki получается? Men 16 million tiqgan bo'lsam, вот оттуда плюс-минус посчитать. Matematika. 25 lет, 25 yoshda bolalar hozir universitet tugatib, magistraturaga boryapmi yo'qmi deb kuryerlikka yuribdi-da bir ikkitasi. Я знаю. Bir ikkitasi taksida yuribdi. Komfort plusga o'taymi yo'qmi deb. Misolda, kimdir o'ylab yuribdi, o'qishi tugatgan, borib 5-6 ming dollar kredit olib o'ylanib o'rayapmi, yo'qmi? A ты 25 lет, o'ylanish, uy qilish, mashina olish, maqsud zavod qurish, zavodda olib sotish, zavodda yana birontaga qurib berish, оборудование sotish. Bu qayerdan kelgan bu psixologiya, bu mentalniy здоровье? Kimda bunaqa? Otaxon katta biznesmenmi, onaxon katta biznesmenmi? Sen nimaga 25 yoshingda bunaqasan? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот смотри, брат, у тебя есть интерес moshinaga, u yoqqa, bu yoqqa qiziq bor-da. Hammada qiziqadigan joy bor. Men moshinaga umuman qiziqmayman. O'sha moshina вообще не интересуюсь. Man, может быть, из-за того, что в Китае, когда учился, shuncha ta'sir berganda, balki men o'ylanishni boshladim-da, как бы сказать, nimaga вот в эту сферу пошел и начал так думать, как не как все. Я думаю,
Я просто с людьми сидел, и люди, многие, которые говорили в Китае, жизнь заставляет тебя работать. Жизнь заставляет, чтобы ты зарабатывал, работал. А вот так просиживаться в диване, это не дело, в Китае не считается. И за это не уважают в Китае. Siz просто borib, men oldin tarjimon bo'lib ishlaganman-da, men Rossiya klient qayerdan topganman, shu оборудованный клиент. Shunga kelaylik, men когда криптовалюта упал, когда перестал продавать, у меня начали минус ketishga. Keyin menga adam aytayapti. Sen, tarjima bo'lib chiqaver, o'tdan katta keladi, sen ularga yetasan. Keyin safar kelmanglar. Men sizga topib beramiz, menga процент bering. Ko'p xo'p dedi, а запчасти, заказы, оттуда процент. 10% от всей суммы. Вот получал 10, 7, 8, 5% от всей суммы получал. И все расходы покрывали. Куда-то лечу, отель, еда, вот это все. Hamma narsa to'lab berardi. Men общий chekni berardim. Shuncha расход qilingan. U menga tashardi shuncha расходni, keyin ustiga 10%, 7% как договариваешься, foiz tashiladi. Bo'ldi, shu 4-5 kun har kun u yoqqa, bu yoqqa yurib. Я вижу эту нишу, работа идет. Bular quvvatli. И mashina bilan shug'ullanganman, mashina ham jo'natganman, u ham qilgan, hamma narsa bilan qilganman. Лес, металл отправляли в Китай. С России мы лес закупали, металл закупали. Ko'p narsa qilganman, juda ko'p narsa. Золото тоже занимался. Вот тут, когда только приехал, тут один китаец, я ему помогал в Альфа-банк, Сбербанк ездить, покупал золото, слитку через гонконгскую компанию. Там Xitoyga jo'natib, через Благовещенск, через Черный ход отправляли в Китай. Так. Этим тоже занимался. Ko'p narsa qilganman-da men. И ko'p narsani ko'rib, я принял себе решение, для себя принял, говорю, нужно что-то делать. Потому что на зарплате ты не просидишь, это первое. Зарплата yetmaydi hech kimga. Yetadi bir-ikkitasiga. От зарплаты до зарплаты жить, и у тебя жизнь проходит вот так. А тут должен подъем, ko'tarilish, tushish. Риск. Я вот что люблю, рисковать люблю. Покер тоже играешь? Покер, пипец. Покер, холлус, варра, суарра. Вот это да, карта. Карта играю, да. Покер я люблю играть. В покер, блэкджек люблю играть. Все. Рулетка, казино, вот это не только покер. Покер это бизнесмен. Понятно теперь. Теперь понятно, вот объяснил. На самом деле уже катта охр. Знаешь, что такое охр? Нет. Быкланы oldida вот такой ваннообразный такой лоток bo'ladi-ku, куда корма бросают и быки кушают. Знаешь, да? Да. Охр говорят у нас, узбек tilida. Ага. У вас тоже охр говорят? Охр. Охр это посуда быка. Да. Molla oxiriga bironma tashab qo'y. Qara, oxirini qarab qo'y, bo'sh emasmi? Bironma solib qo'y, kavshanib yotsin, говорят у нас. Katta oxirga chiqib ketganingdan keyin katta oxir всегда riskda. Да. Katta oxirida yo bo'ladi, yo uxlaysan. To'ppa-to'g'ri. Вот bo'lib ketsa, shu o'zingni там vnuklaringgacha yetadigan darajada bo'lib ketadi. Да. Endi вот вернемся к тому моменту, который мы с тобой разговаривали возле производства. Qanaqa qiyinchiliklar bilan duch keldi Rossiyaga? Rossiyada birinchi очередda, ikkinchi очередda советуешь ли вообще katta pul bilan Rossiyaga kelib biron nima ochish? Тут нормальные люди, тут бизнесовые люди. Здесь можно вести бизнес. Здесь благоприятная атмосфера. Деньги, карты, сотрудники, земля, документация, рынок, продажи. Машlan hammasini hisobga olganda, что ты можешь сказать? Так, qiyinchilik bo'ladi. Hamma davlatda qiyinchilik bo'ladi. Это первое. Искать помещение хорошее, локация. Хорошая локация со всеми коммуникациями. Второе это работники. Соответственно. И сырье. Все. Bu qiyinchilik, boshqa qiyinchilik yo'q. Sotish 6 kun olib qo'yadi. Katta distributorlar, katta kompaniyalar senda olib qo'yadi. Zo'r narsa chiqarsang, senda o'zi kelib olib qo'yadi. Они будут, если ты качественно будешь делать, как мы, biz hozir качество qildik, birinchi o'rinda, Rossiyada turibdi. Biz вот 6 место заняли. По наполнителю. 6 o'rin. Bu hali sotuvga chiqmagan. Sotuvga chiqqanda ular aytayapti, sen birinchi joy olarding. Вот qiyinchilik yo'q, qiyinchilik shu место, локация хорошая. Второе работники, третье сырье. Bo'ldi.
pul botda ishlasa bo'ladi. Botda можно x1 делать, x2 можно делать. Уже производство eng kami x4 qo'yish kerak. Понимаешь? x4 qo'yish kerak. Вот у тебя себестоимость 10 тысяч рублей, ты должен x4 ставить. Почему? Alisher aytmoqchiki, не потеряй мысль. Alisher aytmoqchiki, ishlab chiqarish tur-baravat qimmat sotish kerak. 10 tangaga ishlab chiqardingiz, nonmi, shaurmami, tam bilmadim. Paypoq ishlab chiqaryapsizmi yoki men Alisherga o'xshab naполнительный или korm ishlab chiqaryapsizmi? 10 rublga tushdimi sizga? Sizni vazifangiz uni 50 rubl qo'yib qo'yishingiz kerak. Tur marta наценять, tur marta bahosini oshirib keyin sotish kerak deyapti. Rossiyani bozori ko'taradimi 4 раза, если ты сейчас наценишь свой продукт? Смотри, вот у наш продукт не берут. У нас конкуренция большая. Мы сейчас сколько процентов? Плюс-минус мы где-то 35-40% накинули. Это сейчас, чтобы взять большие дистрибьюторы, чтобы зависели от нас. Мы вот будем стараться до 100% себе X1 делать до 100%. Почему мы не можем сделать такую, так как из Китая везут, это тоже конкуренция. То, что в России делается, тоже конкуренция. Но тут, как китайцы работают, китайцы не качество, а количество. Мы на количество работаем. То, что у нас оборудование позволяет столько, мы на количество работаем. А X4, которые люди ставят, они на качество работают. Качество гишли дуля. Качество нарса qilsiz, зато qimmatsiz olasiz-ku borib. Siqatga borasiz, butikka olib borasiz, kiyim olasizmi yo rynokka? Oldin rynokka borardim. Hozir уже butik. Kачествоga kiryapsiz, to'g'rimi? Hozir endi уже butiklarning hammasi uyga kirib keldi-ku. Hozir butiklarning hammasi kista kirib olgan-ku. Wildberries, Ozon, Balobatar hammasi kistada. Hozir tualetda ham butikda o'tirasiz, probkada ham butikda o'tirasiz. Hamma joyda смотришь, нажимаешь, еще плюни cho'ladi. Вот misol Wildberries здесь, они как минимум X5 делают. Endi Wildberries temasiga отдельно biz с тобой выпуск olsak bo'ladi. Wildberries, если честно, потому что man o'ylayman Wildberries temasiga bizni bratishka bor. Я тебя познакомлю с ним. Abbos зовут его, Mamayev. Abbosni qo'lida bir kamida bir 2000 ta seller bor-da. Bir 2000 xil tovarni ular o'tirib olib, shu har kun Wildberriesda to'da o'sha bo'ladi. Rogatka bilan vselennega otib o'tiribdi-da. Qaysi biri ushlab qolar ekan. Bitta uchib ketsa, uchib ketadi. Bir paytlarda parda uchib ketdi. Я точно помню, он хорошо заработал. Yana bir ikkita pozitsiyalari zo'r uchib ketdi, и он и его ученики хорошо заработали. Здесь... Вот на тему Wildberries надо будет с ним на его YouTube канал тоже поболтать, потому что он больше шарит в этом. Но ты производитель. Производитель Wildberriesga chiqib oxirgi klientgacha sotib bitta xaltacha sotgandan ko'ra производитель 20 ta B2B, ya'niki business for business 20 ta distributor ushlab, 20 ta distributorga bittadan furani haydab qo'yib, mayda kelib kitayskiy choy ichib o'tirgan yaxshi-da тебе. To'g'ri, вот что. Поэтому я тебя с одной стороны понимаю, почему ты не бегаешь и не стараешься розницani qo'lga olishga. Да. Roznicada X10 dan bo'ladi. Boya o'zingiz aytdingiz 5 kilosi 1,5 ming turibdi. Да, bitta meshokcha. А ты bitta meshokchani, грубо говоря, сейчас за 400 рублей отдаешь. Плюс-минус, да. 350-400 рублей. Ну, 400 я посчитал, boya cexda aytganingizda, mani o'zimni образование, matematikani men 1-sinfdan 11-sinfgacha matematika, fizika sinfida o'qiganman. У меня очень хорошее математическое мышление. Men bitta narsani 1 kilo, 1 tonna, 1 yil, 6 oy, то есть men сразу chaqib tashlayman, раз. Мне да. А потом уже университетda biznes и право. Biznesda ham men уже сразу bilaman. B2B ga ishlasa qanday bo'ladi, B2C ga ishlasa qanday bo'ladi. B2C endi bu biznes для клиента. Agar siz производство qilib turib, bitta paketcha har bitta kvartiraga sotib chiqsangiz, bu B2C. B2C, да. Да, B2B bu distributorga berish. Biznes va biznes. Да. А yana bitta tippa yuqorisi bor, bu B2G, business for government. Government знаешь, что такое? Нет. Это государство. Государство бюро. Да. Какие-то госконтракты выигрываешь, и ты продаешь, они тебе 100% предоплату на год скидывают, и ты продаешь государству. Да. Ну, совсем другого уровня бизнес. Это very big business. Ну, там тендер, все дела. Да, абсолютно. Endi вот manga yana bitta narsa qiziqarli, то, что где гарантия или как договариваться с китайцем, чтобы он тебе доверил и спокойно спал, и ты ему доверился, спокойно спал.
На чем вот договоренность основана? То есть это договор, это контракт, это Да. там слова или по рукам, по-цыгански, как раньше, да? Nima asosida bog'langan? Summalar kichkina emas. Контракт Это на китайском на написано? китайском. Подписано тоже на Так, китайском? китайском. Бармок qo'yiladi. Серьезно? Да, красный вот так берешь, ставишь. У тебя там отпечаток стоит. Вау. Вау. И Это всё. первый твой контракт вот такой? Где ты бармох поставил? Нет, было очень много. Я же оборудование покупал. Я же как торговый дом выступал в Китае. А, у тебя фирма была У своя? меня не фирма, у меня был китайца фирма. Но я через него гонял. Там же нужна была А моя где площадь. этот китаец, у которого ты был В торговый? Шэньчжэне находится, Лео. Он твой друг твой? Да. А чем занимается? Криптовалютой занимались. До сих пор? Он сейчас не занимается, он сейчас GPS, вот этот на машину GPS какой-то ставит. Он сейчас вот это производит, сейчас я тебе скажу точно. Там автоматически можно машину заблокировать, когда украли машину. Его нельзя угнать, вот такие GPS он производит. То есть, если Китай, он Шэньчжэне. биткоин и GPS, то есть супер технологично было. То есть Нет, только он не технолог- технологичный, он собирает, как и ты, умных ребят. И чхаряпту, инвестирует. Qachon boramiz Kitoyga? Xitoyga я зимой полечу, но там по своим делам. Думаю, весной. Xudo xohlasa весной borishga. Зимой добавь еще недельку на мои дела тоже. Недельку, давай попробуем. Неделька man ko'p kerak emas. Bo'ldi. Вот многие меня знают, ko'plar taniydi именно universitetlar borasida. Именно man mana shu bolani kutib yuribman. Manda o'zi ofisimda, CRM sistemada, telefonimda, telegramimda kamida bir 200 ta bola bor, Xitoyga o'xshab kiraman deb. Серьезно. Gap pulda emas, gap shoshilishda ham emas, gap hype'da ham emas. Men sizni там hayron qoldirish niyatim yo'q. Ты меня и так знаешь уже давно. Maqsad shu 200 ta bolani birinchisidan boshlab yaxshi joyga joylashtirib, o'sha bolalar kelajakda biror kim bo'lib o'sib chiqib, yaxshi ish boshlasin-da. Men uni o'qishga joylaganimdan keyin u sarson bo'lmasin, u qiynalmasin. Tushunyapsizmi? Universitetda o'qishda qiynalsa mayli. No ko'chada aldanmasin. Shuning uchun ham men yoqda hali hech kimni tanimayman-ku, hech kimni bilmayman. Выставкаga bo'lganimizda ham ты видел несколько компаний, несколько университетов китайских. O'shalarga ishonib ham через telefon berib yuborsam bo'ladi 5-10 tasini. Но men qilgan ishimga juda переживать qilaman-da. Напрасно. Нет, jon uka, boshlanishida Boshlanishida qo'rquvchilik bor. ish noldan boshlash kerak и uni boshida o'zing turish kerak. Sen yerda yotib olib, оборудование jo'natib qo'yib, bitta jiyaningni mayoqqa jo'natib qo'yib, qara, opke deb yotmading-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Turib kelding. Ramenskiy bo'lsa ham kelding. Saxar bo'lsa ham borib turding patentga очередьga. Chidab berdingmi oxir? Turib berdim. Я также хочу. Я также хочу стоять в начале того, чтобы mani bolachalarim Kitoyga borib joylashishiga. Bo'ldi, qarang akajon. Во-первых, нужно учиться 200 студентов sizga опрос qilib berishingiz kerak-da. Ular kim bo'lmoqchi? Qaysi fakultetda? Ular hammasi puldor bolalar bo'lmoqchi. Я точно знаю. Aka, qarang, puldor, ha? Вот можно отправить их, ularni qayerga jo'natsa. Biznes, вот только Guangzhou, Shenzhen, shu biznes. Вот эти Yiwu, три города, Chengdu, это все. Ну, 4-5 ta shaharga jo'natish kerak. O'tda bolalar ko'chada qolib ketmaydi-da. O'ziga o'zi o'z sohani topib oladi bolalar. Ular ko'rib boshqa nima ish qilayotganini o'ziga ham kirib, sekin-sekin bu ishga kirib ketadi. Давай так. Bugun kunga число 9-noyabr. 9-dekabrga boraylik Kitoyga. Как раз. 9 dekabr, нет, после 20 декабря. Yangi yil boshlanadi уже. Yo, yangi yilga men boraman, nima? Новый год там будешь встречать? Да. Почему? Bu yerda hech kim yo'q, kim bilan uchrashaman bu yerda? У меня же тут ни семьи, ни... Почему не Узбекистан? В прошлом году был в Узбекистане. Новый год. Да. Xitoyda kim bilan встречаешься? С девушкой? А, там девушка твоя, точно. Тогда уважаю. Может, А родители... январь, февраль, я тебе почему говорю, там поздно? Может, я с родителями переговорю, если родители меня тоже отпустят, я Женку возьму тоже. С женой полечу в Китай. Давай, Yangi yillarni ko'rsatamiz. Turkishimiz, aylanamiz. Но это нужно весной. Почему говорю весной? Зимой у них же есть Новый год, броили. И все будут на этом. Ular hammasi Отдыхать пойдем тогда, не работать. Пусть отдыхать. Можно отдыхать, да, можно вот в Хайнань съездить туда. Хайнань, наверное, слышал, да? Да, конечно. Можно туда слетать.
Вообще без проблем. Короче, videoni mana shu yerda muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Именно Kitayda o'qigan bolalar bilan suhbat qilish niyat bor edi. Вот искренне. Men всегда хотел Moskvada o'qiganimni, Piterda o'qiganimni, meditsinani tugatganimni, aviatsionni tugatganimni hammasini ko'rganman, gaplashganman, знаю и menga oddiy hol. Xitoyda o'qish tugatgan bolalarning biriktasini bir ko'rishim kerak, gaplashib ko'rishim kerak deb o'zim niyat qilib yurgandim. Xudoning o'zi jo'natdi buni. Он своими ногами ко мне домой пришел. Можете себе представить? Вот ishonasizlarmi yo'q? O'z oyog'i bilan o'zim uyimga kelib, "Aka, men xitoychani o'zbekchada yaxshi bilaman. Men Xitoyda o'qiganman. Xitoylik partnyorim bo'lman, bu yerda zavod quryapman" deb o'zi kelib, o'z og'zi bilan uyimda aytdi. Так что yaxshi niyat qilinglar. Yaxshi odamlar, kerakli odamlar hayotlaringizda uchraydi. Alisher один из таких примеров. И bunaqangi поведенияsi mandagi Xitoydagi образованиеga bo'lgan munosabatni qiziqishi yana oshirdi. Так что давай уже keyingi videolarda Xitoydan ham ko'rsataylik bir ikkita kadrlar. Давай по поводу Хитая следующий можем снять отдельный сюжет. Я тебе могу все про Хитай рассказать от начала до я. Это будет, я думаю, не 10-15 минутная история. Buni o'tirib bir yarim kun, возможно, bir kun ketadi. Hamma narsani виза, там виза, где можно погулять, в какие города учиться, какие города бизнес, какие города что делать, электроника, hamma narsa. Ularga ko'rsatib berish kerak, aka. Aka, qarang, ko'rsatish, ular YouTube'ga kirsa ko'ra oladi-da. YouTube. Просто hozir bularga hozir можем вашим студентам, что vaqt ketkish uchun emas, ular hozir bir пусть изучают, посмотрят, а в следующем сюжете у них будут вопросы, могут они вопросы накидать тебе. Там комментарии bo'ladi, вопрос закидать, и мы сядем уже интервьюда, следующий, можем рассказать это все. Можно такой план тоже сделать, да? Договорились. Hamma narsani berib tushuntirib, bolalar balkim bor, akaga оборудование qiziqaman. Shu bilan mexanizm narsalarga qiziqaman. Qayerga borib o'qiy? Aytam, aka, shu yerga boray. Там разные города, разные провинции делают разные оборудование. Есть для клеенки, есть для пластика. Har shaharda har xil narsalar bor-da. Hikvision вот эти камералар bor. Популярный номер 1 в мире стоит. В Ханчжоу делается. Вот там Alibaba встречи производит. Alibaba ты знаешь, да? Да. Платформа Alibaba. У меня также есть представитель Alibaba, знакомый в России, который представляет в России, также в Узбекистане, который мы встречались. Есть же их казахстанцев. Вот уж Alibaba племянник, основатель Alibaba племянник, вот мы с ним встречались в Узбекистане. Ну как племянник, родственник, племянник, да. Круто. Katta уровеньga chiqsa bo'ladi. Xitoyda, во-первых, очень безопасно. Telefon на улицу поставил вот так. Ular topadi, militsiyaxonaga olib boradi. Keyin militsiya kamera qidirib sizni topib sizga bera oladi telefonni. Вот. O'shaning uchun Xitoyda безопасно. Я говорю, почему? Говорю, там вообще безопасность, высший уровень. Ham умный город там. Kichkina shaharchalarda hamma yoqda kamera. Ты придешь, ты увидишь, да, чё столько камер там. Kamera hamma bir uгolda. Там ГАИ поедет turmaydi. Спокойно yurasiz. Kayf. Hech kim tekshirmaydi. Тогда следующее видео, xudo xolasa, Xitoydan ko'rasizlar Alisher akamizning. Спасибо, uka. Xitoy universitetlariga kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlar. 2026-yil Apcentrdan 10 ta 12 ta bola Xitoyga o'qishga ketadi. Sababi biz bugungi Moskovskiy ko'rgazmada, Moskovskiy выставкада 4 ta 5 ta sharti, narxi, fakultetlari va именно sharoiti to'g'ri keladigan universitetlarni tanladik. Xitoy men точно aytaman, bilmayman paka. Bu yerda qanaqa ahvol hozir xabarim yo'q, lekin kelasi 26-yil o'zim 10 ta 12 ta bolani olib borib joylashtirib kelaman. Xitoyga kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, meni o'zimga lichnaga konsultatsiyaga yozilinglar. Telefonlarni bilasizlar, adreslarni bilasizlar, qanaqa dokumentlar kerakligini ham o'zi bilasizlar. Rossiyan universitetiga kerak dokument o'sha Xitoyga kerak. O'sha ofisda ko'rishguncha. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.